Singapurga borib kelgan tanishim menga shunaqa brelok sovg'a qildilar. Hozir uni obzor qilamiz. Birinchi figurkamiz bu Merlion. Merlion Singapurning eng mashhur ramzi. U baliq tanasiga va sher boshiga ega bo'lgan mifik mavjudotdir. Merlion obrazi Singapurning paydo bo'lishi haqidagi qadimiy afsonadan kelib chiqqan. Rivoyatga ko'ra, Merlion Singapurni qadimdan qo'riqlab kelgan. Bir kuni qadimiy shaharda juda ham kuchli bo'ron bo'lgan. O'shanda shahar yo'q bo'lib ketishi mumkin edi. Shunda Merlion suv yuziga chiqib, bo'ronni to'xtatgan. Shu voqeani adabiylashtirish uchun Singapur aholisi orolni Singapur deb nomlashgan. Ya'ni sherlar shahri deb atay boshlashgan. Ikkinchi figurkamiz Resort World Sentosa. Bu xuddi Amerikadagi Disneyland. U yerda hamma narsa bor. Mehmonxona, spa, parklar, akvaparklar. Ya'ni bu joy turistlar uchun yaratilgan. Kelganingizda shaqlatib pul ketish uchun, sarflashingiz uchun. Keyingi figurkamizni menimcha har biringiz ko'rgansiz. Bu Maria Bay Sands. Ya'ni uchta bir-biriga o'xshaydigan bino, ustida esa kemaga o'xshagan ulkan Sky Park bog'i. Maria Bay Sands bu shunchaki mehmonxona emas, u Singapurning vizitni kartochkasi. Shunday qilib bitta brelok bilan biz bugun Singapur haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot bilib oldik.